qo'ling bilan berasan, oyog'ing bilan olasan. Yurib, qarzingizni berasizmi, birodar? Qarzingizni berasizmi, birodar? Mashinani minib yuribdi, uylari qasir, o'ynagani dachaga boryapti, o'ynagani yoqqa boryapti, sayohat yuribdi, u yoqqa boryapti, bu yoqqa boryapti. Bo'ynida lekin million qarzi bor. Ovqatni gulini yeyapti. Bitta narsa aytay sizga. Qarzi bor odamning yumshoq non yeyishga haqqi yo'q deydi ulamolar. Bo'ynida qarzi bo'lib turgan odamni yumshoq nonni yeyishga haqqi yo'q, mashina minishini qo'ying. Astagfirulloh. Xuddi haligi qarz haqdor odam oldiga kelsa nima deydi? Bu haqdordek o'zini tutadi. Beraman-da, yeb ketamanmi? Beraman-da sizga deydi. Beraman-da deydi, errayinchilik. Yana nima qiladi? O'sha xuddi qo'lida o'lmaysan degan, mana kuni o'lasan sen degan hujjati bor odamga o'xshaydi. Bir vasiqasi borki, buni o'lmasligiga shunga o'xshaydi. Beraman-da deydi. Yuraverasizmi orqamda, kelaverasizmi, odamgarchilik qilmaysizmi, bu. Astagfirulloh, birodar. Odamgarchilikni siz qiling. Avvalo qarz so'rashda o'ylanish kerak, million marta o'ylanish kerak. Uzolamanmi, uzolmaymanmi? Imkonim qanaqa? O'sha vaqtda uzamanmi, uzmaymanmi? Va oldingi ulug'larimiz, o'z umuman yoshi katta odamlarimiz aytib qoladi-da, bir hojladilar. Birovdan bir so'm qarz olsam kechasi uyqum kelmaydi deydi. Hozir unaqa bo'lmay qoldi, ha? Qarzga yashayapti odamlar.